Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Nedius kanali. Bu safar sizlar bilan qanday qilib Rossiyaga pul yuborishni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etamiz. Ko'rib turganingizdek, Rossiya kartamizda 870 rubl pul bor. Xo'p, bu rossiyskiy kartani O'zbekistondan turib to'ldirish uchun bizga kerak bo'ladigan ilova bu Telegram. Telegramni ochib olamiz. Qidiruv bo'limiga Oxpay bot deb yozamiz. Birinchi chiqqan botga ustiga bosamiz. Start tugmasini bosamiz va bu yerda bu bot orqali boshqa kriptovalyuta ham sotib olsangiz bo'ladi. Menyudan o'zingizga kerakli bo'lgan tilni tanlaysiz. Men o'zbek tilini tanladim. Bu yerda Binance'ga pul yuborish yoki Rossiyaga va boshqa o'yinlarga. Xo'p, bizga kerakli bo'lgan bo'lim bu Rossiya bo'limi. Yuborish kursi 3000 rubl 494.900 so'm ekan. 1 rubl почти 165 USDC ni tashkil qilmoqda. Har bir order uchun minimal summa bu 3000 rubl ekan. Bu yerga to'lov qilishimiz uchun Humo va Uzcard kartalarini qoldirib ketishgan. Bizga Humo kerak bo'ladi va biz o'zimizga qulay bo'lgan ilovadan to'lov qilishimiz kerak. Xo'p, bu yerga kartani vstavit qilamiz va 494.000 so'm adashmasam pulni tashab beramizda. 494.900 so'm. Pulni yuborganimizdan so'ng обязательно chekni screenshot qilib olishimiz kerak bo'ladi. Biz tomonidan to'lov qilinganligini isbotlash uchun buni screenshot qilib bo'lganimizdan keyin botga qaytamiz va xuddi shu olingan screenshotni botga yuboramiz. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz summani qabul qilish uchun bank karta raqam qoldirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga o'z bank kartamizni tashlaymiz. Va bu yerda jarayon davom etmoqda. Jarayon 10 minutdan, ba'zi hollarda 3 soatgacha davom etishi mumkin. Allaqachon ochilgan orderni qayta ochish yoki bir necha marta 2 martadan ko'proq takrorlash turli nosozliklarga olib kelishi va ish jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Kutamiz shunday qilib, aziz do'stlar. Bizga kerakli narsa bu adminning javobi. Admin xabari. Order muvaffaqiyatli yakunlandi. Iltimos summani hisobingizga tushganini tekshiring. Tekshirish uchun rossiyskiy ilovamizni ochamiz va summani tushganini tekshiramiz. Ko'rib turganingizdek 3870 rubl hamyonimizga kelib tushgan. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Like bosing, obuna bo'ling va izohingizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.